Akam Jomiy bozorga chaqirdilar-da. Aka kelib Malibu rul qo'yib bermasangiz bo'lmaydi. Vaqtim yo'q, men servisga borish keldilar. Hozir Malibu rulni jentlarga 0 dan sinovka qilamiz. O'zlari tayyor pellerka qilib yangi olganlar rullar, mana ko'rishingiz mumkin. Futilkalar qoqilgan. Simlarni ham pellerka qildirib qo'yganlar. Rulni olib keltirib qo'yganlar, lekin servisga borishga vaqtlari yo'q ekan. Inshaalloh chiroyli qilib sinovka qilib beramiz. Akam lyuklari bilan olib bering dedilar. Liftni yechib, lyukka alohida yana ikkitasini chiqarish kerak bo'ladi. Liftni izolyatsiya qilib qo'ysak, metkidan chiqib ketib qolmaydi. Liftni yechib oldik. Ikkitasini olib chiqib, ularni izolyatsiya qilib oldik. Endi uni yig'amiz. Rulni qo'yib yubordik, endi simlarni olib olsak bo'ladi. Simlarni akkuratni qilib oldik, ko'rishingiz mumkin. Lattali izolyantalar cho'tki qilib, bu yoqni ham ko'rishingiz mumkin, akkuratni qilib. Endi buni yig'ib olsak bo'ldi. Lyukdan ikkitasini pastga olib tushamiz. Daskor olib tashlagandan keyin burada ko'rishingiz mumkin, airbag yonib qoladi. Uni o'chirib olamiz. Rulimizni ustanovka qilib oldik, ko'rishingiz mumkin, airbaglar ham o'chdi. Endi bitta yig'ib olsak bo'ldi. Rulimizni yig'ib oldik, xudo xohlasa zo'r bo'ldi, ko'rishingiz mumkin, gabaritli ishladi. Lyukka ham yopadigan qildik. Bemalol lyukka ochib yopsa bo'ladi ruldan. Balanpas, o'ngga chapga, mut, hamma narsa ishlayapti. Xudo xohlasa cho'tki bo'ldi. Chap taraf tepa signal bo'ldi, o'ng taraf pas dalniy bo'ldi. Xudo xohlasa zo'r bo'ldi. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilsa, borib ishlarni chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Mashinani endi akamlarga topshirib yuborsak bo'ldi, xudo xohlasa. O'ng taraf orqasi, tepa pas, balanpas. Shu hamma narsa cho'tki, airbaglar o'chirib qo'yganman. Xudo xohlasa. Yoqdimi aka? Cho'tki. Aka, joningiz sog' bo'lsin. Rozi bo'ling. Ha, ketiraman aka. Biroz bo'lib bering. Xizmat bo'lsa aloqadaman. Joningiz sog' bo'lsin. Ani uni aytsangiz lyukka ham qo'yib ketaman. Lyukda. Voy, qanaqa qilib? Charchamang. Salomat bo'ling, charchamang. Sizlarni aytib berdik. Kimga shunaqa xizmatli kerak bo'lsa, bemalol o'zimizga murojaat qilaverasizlar. 24/7 aloqadamiz. Qo'ldan kelgancha kelib ishlarni bitirib berishga harakat qilamiz. Nomerga bitta like.